Endi Cristiano Ronaldoning jahon chempionatidagi g'alabasini unutsa ham bo'ladi. Frans National Football Team shu darajada kuchliki, ular hatto ikkinchi tarkib bilan ham mundialni yutishi mumkin. Yaqin orada esa ularda butun futbol olami orzu qiladigan murabbiy paydo bo'lishi mumkin. Fransiya hatto 4 ta kuchli tarkib tuzishga qodir. Faqat ularning hujum chizig'iga qarang. Ryan Cherki hozir Premier Ligada yorqin o'yin ko'rsatmoqda. Hugo Ekitike Liverpool FC'ning asosiy umidlaridan biri, amaldagi oltin to'p sohibi sifatida tilga olinmoqda. Mikhail Olise Lionel Messi rekordlariga yaqinlashayotgan iqtidorli futbolchi. Shuningdek, bu hujumda Desire Doué va Kylian Mbappe ham bor. Yana ma'lum bo'lishicha, jahon chempionatidan keyin jamoani Zinedine Zidan boshqarishi mumkin. Fransiya hatto 4 ta kuchli tarkib tuzishga qodir. Faqat ularning hujum chizig'iga qarang. Ryan Cherki hozir Premier Ligada yorqin o'yin ko'rsatmoqda. Hugo Ekitike Liverpool FC'ning asosiy umidlaridan biri.